Ani Instagramda chiqadigan okamlar bor-ku, maslay qora jentra deb sotadilar-ku akalar. Bitta jentrani puliga shu uchastkani berib yuboramiz desam, ishonasizlarmi? Shunaqa zo'r narxda chiqazyapmiz. Faqat egalari bilan talashib, tortishib bo'ladigan narxi bilan $15,000 qo'yyapmiz. Umumiy 5-7 sotix, 5,5 sotiqli uchastka $15,000 berib yuborilyapti. Oldi tarafini ko'ryapsizlarmi? Ko'cha talon fasadi taxminan 16-17 metr atrofida chiqadi. Oldi tarafida mahalla ham tupik mahallada joylashgan. Orqa tarafdan uchastka qilaman deydigan bo'lsangiz ham, orqa tarafida ham ko'cha o'tgan, okalar, tupik mahalla. Orqa tarafning fasadi ham taxminan 16-17 metr atrofida chiqyapti. To'g'ri to'rtburchak. Mabodo bitta katta uchastka qilib, chorvachilik qilib qo'yaman deydigan bo'lsangiz ham pastda ko'ryapsizmi? O'zini tayyor molxonalari ham joylashgan, kelib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Gaz, svet, suv, umuman muammosi bo'lgan joylardan. Hujjatlari notariusga tayyor holatda. Yangiyo'l tumani Hamroqul Tursunqulovda joylashgan Ittifoq MFEda 5,5 sotiqli uchastka $15,000 srochniga pastdagi nomerlarga telefon qilinglar.